Ota bolalar mana. Qara. Mana. Katta sap bo'ldingizmi? Katta sap bo'ldingizmi? Ha, ikki qo'y. Assalomu alaykum, qo'y. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, qo'y. Assalomu alaykum, qo'y. Assalomu alaykum, qo'y. Bol. Assalomu alaykum, qo'y. Bola. Bo'p, ketdi, yur. Dadani qo'limizdan. Assalomu alaykum akalar, sizlar jonajon chaqirayapsizlarmi? Akalar mana bugun ishdan kelsak, uylarga bitta yopib qo'yibdi. Ko'ramiz akalar, qiziq. Azizdan beri o'tishamani ko'rdinglar. Ota bolalar ketgan. Ko'ramiz, qanaqaga. Tomosha akalar. Ha, bolasi mana yuguryapti birinchi bo'lib. Mana tepada sap qo'llar birinchi. O, kukular cho'g'oladi, olib o'tmagan. Oldiga borma. Borma oldiga. Ketdi. Ha, qani ketdi. O'tiribdi akalar, och. Hozir nahor ro'za tutyapti bular. Ketdan akalar. Shunga endi dedim. Soptu ko'ryapti. Oh. Havadan. 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 Ne qalinchi? Assalomu alaykum. Ha, işte şu kalsın. Hava da bir daha gelin. Hava gel. Hola. Çüş. Hop. Akalar mana endi hayajonlidan beri, anchadan beri, o'sha hadi bir ikki kundan beri o'sha anaqa bo'lyapti. Yangilik biz shu yaxshilar. Shuraylikchi. Bolani yig'latdi mana bol. Qo'yibdi bular. Tushunamizmi? Biz tepamiz tushiryapmiz akalar. Ketdi. Go. Ancha o'tib ketdi qani. Kecha ham kelib ko'rgan bo'lsanglar qo'shilib shunday ketib oldi, olib ketib qoldi. Shuning endi. Deganmiz. Ketdi akalar. Nechi pul gaplar deb o'ylaysiz? Bilmadi, kaptanni ketdi bu. Nechaga o'tadi? Voy, nima oldi uni? Voy. Bu cho'tam. Kaptar emas u, kaptar. Kaptarligi u baylanib qoldi. Bu mana kaptarlarimiz parvozingiz bexatar bo'lsin. Shu. Ha, Tomosha, gela tomosha. Qanaqa kaptar ekan bu? Qani? Dikiga keling aka. Dikarga o'xshayapti bu dikarga. Diki shapsa geliyor. Qani neobishniy qora ekan, uni qora zay ekan. Kishmish. Qora zaymi? İşte pişmez, pişse. Pishmash bisullar. Pişmez, bileceğim degan tezatçılar bular. Ana ilk turayım. Böyle bunu. Hozir yangilib turmasak, oyoqqa ketadi, iplarimiz chigilib ketadi. Ipini yangilab qo'yishim kerak akalar. Chigilib ketdi, to'g'izayapti, to'g'ri. Eskirdim o'zi. Akalar, cho'jalar kerak bo'lsa ham aloqangiz qolasizlar, cho'jalar bor. Cho'jaladiganlarga. Bu challasini mayoqqa chiqarib yuborganmi buni? Azob berishganmi bunga? Hozir turib olgan. Keling endi. Qiyin bo'lib ketdi. Hop. Shumshagan akalar. Ko'ramiz hozir. Açıl simsi. Ketib qolsa ham potir qiladi. Maza qilib joylash olgan ekan. Chiq endi. G'alat shu bu ekan. Qonni och. Digildan bombosh. Oo, akalar bu kaptar ishini olinglar, 3 ta buzadi. Kaptar holat. Alam bilis, qani. O'ta qattiq kaptar. O'ta. Qattiq. Qani. Mana akalar. Tashlaychi. Kishmish deb beradi buni. Kishmish. Adashmasam, to'la kishmish. Uchadir kaptar.
Demek kaptar qattiqda, nima edi? Nakachini deb qo'yadi. Qanotlarni da göreylik. Oqlari bor Onları ekan. konuşacak. Öteki. Hop endi şaptallar sapıyor koşamız Ro'zada. İptal qilishadi billa. Ega chiqsa beriladi akalar. Chiqmasa sotiladi. Metkasi yo'q ekan. Ha, o'no akalar, o tepada bitta kaptarimiz bor. Atayan menisi. Metkasini bilmayman. O qaranglar, o'no. Ola qanot. Kaptar sotiladi akalar. 4 soat galovur javobi bilan olingan kaptar. O'zimiz qanotini yechib qo'yganmiz, o'rgansa o'zimizga qoladi, bo'lmasa sotamiz. Qizil hakkalar o'zi tuxum boshlabdi, mana menga o'zi tuxumga haydayapti ekan. Qashinchi? Hop. Qart orqaga ketib qolmasin. Alar mana. Mana qilib qo'y. Shumpaypaq aka, kishmish. O'ta ekan, o'ta. Salomlar ekan. Bu tepadagi ko'rsatda ham qanot chiqib qolibdi, tepaga ketib. Yangi yo'q bo'ladi. Kela cho'ja ochibdi. Eshigini ochsam bo'lamiz, xira ko'rinib ketdi. Bosib yotibdi mana. Qachon ochadi endi bu? Ochib olgan, endi tartaq qilish kerak. Bu yerda ham mana tuxum qo'yishibdi. Xo'p, akalar, shu bilan videorolikimiz tugadi. Sinjolar muammosi to'xtadi, men tugatib qo'yapmiz. Nima? Akalar, jo'jalarga zakaz olamiz. Ha, to'g'ri, Qoratog' jo'jalari kerak bo'ladigan bo'lsa, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar 1 oylikka davom bo'lgan zakaz olaveramiz akalar. Tanish bilishlarda bor. O'tchacha, obo. Ha. Tanish bilishlarda bor akalar. O'zimizda tugab qoldi sotuvda. Kimga qiziq bo'lsa, kimga kerak bo'lsa, bemalol olib chiqarasizlar. Qoratog' baxt ekanlar akalar. Tovuğumuz daromadli bo'lib, yaxshi tuxumga kirib ketgan bo'lsa, tovuqlar sotishga o'ynayotgan bo'lsalar, aloqaga chiqarasizlar, o'zimiz olamiz. Urug'langan tuxumlarni, qora tovuq tuxumlarini. Toza 922 ashina nomer akalar. Qora tovuq tuxumlari bo'lsa 2000 so'mdan olamiz akalar. 2000 dan olaveramiz akalar. Aloqaga chiqarasizlar. Aloqaga chiqarsa, faqat urug'langan bo'lishi shart. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlar aytadilar. Mana shu tovuqlar ham mana sotiladi. Xudo xolasa 3 ta qora sariq. nechi pul sotamiz? 3 ta qora sariqda, 2 ta jersey makiyon, o'pshi makiyon 5 ta, bitta jersey xo'roz bor. Hop, nechi pul sotiladi? Narxi 1,5 million. 1-2 so'm o'tib berilaveradi. Aloqaga chiqarasizlar. Ikkitasi tuxumda, realniy. Qolganlari endi tuxum boshlaydi. Bir tulay tovuqlar.